akam, assalomu alaykum. Qancha qilib staj o'qiyotgandingda? 20 tekanda. 20 ta. Bosh holati 2 millionga. Ha, endi qiziq tagida qildiralaryapmi? Ikkita qilmaydigan odam stajga qo'ydi bugun. Hayotimda birinchi marta stajga qo'ydim. Qayerga? Hadi tushani ko'ramiz. O'zimni kamaytirsam hosil katta bo'ladi. Avvalambor assalomu alaykum. Bizni qadrdonlarimiz yaxshimisiz, joningiz sog'mi? Mana hozir tanimay olib keldi. Aka, bana qayerga kelavermadingizda? Hurmatli kuzatuvchi, bunda go'shtli non yopsanglar ham bo'ladi. Bitta qo'y ichiga bo'lsang, bundan oldingi videoni ko'rgan insonlar juda yaxshi bilishadi. Assalomu alaykum. Aytaylik-ku, sir bu videoda aytmaymiz, keyingi videoda aytamiz degan narsamiz mana shu narsa. Bu narsani ko'rayotgan bo'lsanglar, tandir, hozir mana ustonovoy qo'yasizmi? Yo'q, buni yaxshi bilsanglar. Ustonovoyga ham qo'yavering. Albatta. Ustonovoyga nimaga deganda baribir bizni aka-ukalarimiz asosan nonga qiziqib, mana shu narsani ko'radigan insonlar bor. Dastlabkini qanday qilib olib kelinadi? Dastlabki mana bunaqangi zakazlarni mana ko'ryapsizlar, strechlar bilan o'rab, chakkilab, pirislab, bitta ham mana qimirlamaydi. Tushayotgandan ziyoni bo'lmaydi, ha. Tushayotganda. Qayerga zakaz qiladigan bo'lsangiz, bemalol zakaz qilaverasiz, to'g'rimi? Tandir, chekich, mekich. Hamma yo'q. Любой narsa, novvochilikka o'rganasizmi, boshqa qilasizmi? Hamma narsani majmuash do'stim orqali bemalol aloqa chiqib qilasizz. Hozir mana Oxunovga yaxshigina bir haliga tandir olib kelganmiz. Mana yerdan turib noqul ko'rsatib qo'ysangiz, mana siz aytgan joy tushgan. Ha, tushgandan keyin ham albatta uni ko'rsatadi. Kul oladigan saat tushgan degan. Ha, mana ha, kul oladigan. Kul oladigan. Xo'p, gazni faqat galga qo'ysa bo'ladi? Ha, galga ham qo'ysa bo'ladi. Bunda endi asamni non yopsa bo'ladimi? Bo'ladi albatta. Bunachilar ko'p kishi o'tgan safargi videomizda gapirib o'tibdilar. Uyda non yopsa qanaqa bo'ladi? Zo'r bo'ladi. Bu kamida garantiyasi bor, kamida 5 yil. Kamraskot. Agar buni dumalatib olmasanglar, 5 yil garantiyasi bor tandirlarimizdan. Bunda full versiyami bu? Ha, full. Eng ultra versiyasi shu. Endi bu bitta qo'yib kirib ketaveradi uning ichiga. Bunaqa Oitda Pro Max deydi o'sha. Max bu. Baholasa buni Luqmonjon degan Namanganda jahon bozorida istiqomat qiluvchi ukamizning qo'l ostlaridan ishlab chiqqan narsa. Yangi do'stim. Bunda 18 ta o'yin sig'adi. 18 ta o'yin. 500 grammlikda 18 bunisi 20 ta ekan-da. 20 ta. Somchami, tandir go'shtimi, bo'y narsa ketaveradi. Dodda bo'ladi. Keyin bu qanchada endi bu qiziydaligi? Ozgina bir ana qo'ya bilan o'tkazgan qiziydi. Bir pasta qiziydi. Galkada misol gaz o'zida propan gaz bizda qanchada? Misol 2 minut, 3 minutda ham qizdiraverasizlar. Bitta six bilan bitta haligi yog'liq olasizlar, yalaq deydi ko'p kishi. Shunda uzib yopaverasizlar, xohlagan narsalarni qilsangiz bo'ladi. Xudo xolasa juda qulay va sifatli narsa. Pullarga arziydi. Mash holati necha pulga tushdi? Pulni ham aytib o'ting deydiganlar bor-da. Mash holati 2 millionga. Shaxsan bu yerda ustozimiz aka Oxunovga xonadonlarga olib kelganmiz. Shuning uchun shaxsan men oldim hisobda bo'lib, shunaqa narxga keldi bunachilar. Albatta o'z ko'rasizlar, ustozga ham bu yoqadi, bu yoqmaydi. Men o'shani. Ha, eng qiziq tagida qildiralaryapmi bu? Men qildirgan hech ketmagan. Endi shunaqa bo'lsa bo'ladi. Hozir endi tushganini ko'ramiz-da. Tushganda Oxunovga ham haligi chehralarini bir ko'ramiz. Akam, assalomu alaykum. Qancha qilib stajga qo'yotgandingda? Ayyomlaringiz bilan assalomu alaykum. Sizlar tandoy sog', charchamasdan. Alasizlar. O'shaysini olib tursak, olib qo'yay. Ular bittaga mas'ullik, baraka. O'ting. Ikkita qilmaydigan odam stajga qo'ydi bugun. Hayotimda birinchi marta stajga qo'ydim. Qayerga? Hozir mana usta aka bor, tekshirib ko'radi. Qanaqa qildi? Analiz qiladi. Budur bo'lib qoldi. Budur bo'lib qoldi, yaltirab bo'lmadi. Ha. Bir tomon yaxshi bo'ldi. Siyg'anbar. Ha, qishni to'g'lasini qilgan. Aytibsizlar, assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Qadrdonlar. Bugun o'tirish bor ekan, chunki biz qaytib o'tirolmadik. O'sha ham bugun shogirdlar bilan bir to'planib qo'yga boramiz. Ha, Yazonga deyishaver, direktor bor. Buni qo'yga ham boraylik. Kelaveraylik. Qanday? Endi birinchi bo'lib o'zingiz javob berasiz endi. Tonggacha yoqmay turaman-da.
Yopib ko'rsatib, puli yo'g'ida nima qilarmiz? Ha? Puli yo'g'ida. Bo'lmay shu bo'lamiz. Bo'ladi usta. Hadi bu şey olur abi. Söz ondan var geldi salon. Ha, bunu yoshmana bo'lib Ha? Ne geldi babamıza? Yaxshi o'rganishsiz. Hozir ustaga javob berib, ikkalamizda past oldik, usta yo'q. Anaqa qilmadik, kurani ko'tarib tekizlab qo'ydik. Uchta video qo'yib Instagramga hamma gapiryapti, undan kerak. Ha, keyin kallam ishlab qoldi. Hayır qo'llash kerak-ku uni. Suv quyib kerak. Hayır su quymasamiz quyapmiz, daryoda qurib qolaverdi-da. Hayır chirkillatib olib suv quyib turib, keyin qildik, yarmidan nariga. Yorilib ham ketadi keyin. Yorilib ham ketadi. Keyin yorilib ham ketadi. Semen bor usta, yana qilaveramiz. Ha, nima? Bo'laveradi. Aytyapman Hali hozir. Xontoga ham bor-ku, bilmayman, biror haftadan beri davom hafta etyapti. bo'ldi, Bir hafta bo'ldi. Vaqt bo'lmayapti, aytdimmi? Hammasi yerga tushib yuborildi. Ha? Uzunni kamaytirsan, hosil katta bo'ladi. Ha, ana oltarlar kelib gapirib ketdi. 5 yillik ko'chatda endi bo'yami, 5-yilda ko'chatlar. Unutirib qo'ymaslik kerak ekan. Ha. Hosil ko'p qoldirib, unutirib qo'ymaslik kerak ekan. O'sha uchun hosil kamroq qoladi. Ha. Keyingi yilda ham o'ylaydi deyapti-da. Ha. U o'tkal, maza qilib yurdi. Ha. Bu yil undan xudo o'zi kattaroq, yiriroq bo'ladi, nasib qilsa xudoning. Siz. Ha? O'zbek. O'zda onaxonlik bolaga o'xshaydi-ya. O'tishadi. Bitta bolaga boshqacha parvarish uchun bu ham Lekin ajoyib birinchi tutdi, yarmini anjonliklar kelib o'rgatib berib ketdi. Qurbadan bag'ini oltarlar kelib o'rgatib berib ketdi. Nari tomonni o'zi chiqib o'zi tutab ko'rsatib berdi. Ha. O bitta tutdi. Qolganini Shunda ham uzum o'zi yetarlicha bor. O ko'proq otishadi. Shuncha olib tashlagandan tashqari yana turibdi normal. Ha, bu yaxshi qilibdi Bitta kaltagida bitta meva qolsin-da. O'shanda ham shuncha qoldi. Hagi meva shoxi ko'p qolgan ekan. Hozir qani? Ob'yemi katta ancha. Yo'q. Lekin asli biz ko'rayotgan mana kichkina somsalarcha bor-ku, o'zimizni 2 litrli bochka. 2 litrli bochka bor-ku, o'shanga yasayotgan. Lekin bu 2 litrli bochka mana ancha katta bu. Bu yorilib ketmaydimi bu? Yo'q. Yorilmaydi. Yo'rilsam ishdan bor. buni tayyorlab qo'ygan, pishirib 10 soat, 12 soatlik olov berib, ichini qizdirib, Ya bizni tandirlar yorilib ketadi-ku, yo'q, vaqt kerak. Ishlovsi yaxshi emas. tayyor. Kimmi yorilmaydi? Bu ultra. Prom studio o'yinda Prom Max O'zi mana Mahmudjon shu yerda bir narsa bo'lsa o'zini bo'g'izlaysiz, tamom? Ha, o'zi yasatamiz sразу. Bu ustoz sizga 5 yil garantiyasi bilan. Ana shu 5 yil garantiyasi bilan. Ya yopilmasa o'yinlar yuraveradi, to'g'ri. To'g'rimi? Ishlash kerak. Yomg'irda usta chiqib qolmasin. Ha. O'ta katta olov berib yubormaysiz. Kichkina basalotda pishadi, tandir. Ha, anaqa rasm o'tganmi buni? Ha, Aynan birdaniga o'ta katta olov berib yubormasangiz yaxshi. Ekonomishmi deyman. Mana uy tandirlaridan ko'ra. Bag'ni ham olib umchamdan uzun. Mana shunda gazda 5 minut. Birinchi yuklanish emas kerak bunga. Gerilga qo'yildi. Es. Bu nima? Kishi o'lma. Mayli hammamiz olamiz-da. Mahmudjon chiq TVga. Ha? Bagaj qo'yadi. Maka shu qo'yma yo'q qo'yamiz. Keyin o'ldirib bor ekanda. Kengroq. Orqada qidirib yo'q, oldin tandir topshirganmi deyman. Yo'q, hozir sekin hammamiz yopishamiz mana. Yonga o'tdi. O'tiydi yonga. Tashavvur shu. Sansa kenga Yelib qo'ymasam bo'l. kenga ham qo'ying. Bu to'g'ri aytdi. Sizni uy tandiringiz bunaqa katta bo'lmaydi lekin. Keng Yopishdachi? Yon yopsa bo'ladi? Ha, siz yopgansiz bunaqada? Ha, bunda bu go'sh yo'qdan Yo'q, ustoz. Yana haligi qanotchalar bor-ku. Ha. Bunaqa qo'yib qo'ysangiz buni dodda oladi. Uni ichiga endi o'zimiz yasaymizmi endi? Savol gapirib. Ya uni yopishda olovni turmaydimi odamga deyman, tandirda. Ha. Cho'g'i yopiladi-da. Tulkada yopib oladi. To'nkada cho'g'i yopiladi. qo'yib, Gaz bo'ladi olmasa o'chirib olasiz ustoz. Gerilka qilib beraman, gerilka bizga bir zakazni qildirib. Ha, sovuq. Ha, sovuq.
Shuni qo'yamda, shuni yoqasiz. Og'zini yarim yopib qo'yasiz. 2 minut yog'sa 5 minutda qiziydi. Bitta suvurib qo'yasiz, chasda. Bu ham hali bizdan o'sha qorayib turgan oqaradimi? O'tinni shunaqa bo'ladi. Gerilkada nima bo'lmaydi. Ha. Shundoqcha qiziydi. Propanda. Ha, Endi deganda buni o'zi Mahmudjonga o'zim aytganim, Mahmudjon o'zi bir ishlatib, ko'rsatib, birinchi pochini siqlasizda endi, ha? Bo'ladimi? Birinchi pochini ili yo'g'ida qilib beraman, ustoz. Ili yo'g'ida non qilib beraman, yeganlar yuzib deydi non qilib. Bo'lsa bunday qilamiz. Чтобы hali urutirmaslik uchun, boshqa qilmaslik uchun siz o'sha novoxonangizda xamir tayyorlab kelasiz. Mana shunga sig'adi bu. Ha, u zo'r. Ham non, ham buni ichiga bir so'msan bir narsa qo'yib yuboradi. Yarimga non, yarimga kichkina gaz ballonim bor. Propan davlat qilib qo'yaman. Sizlarga olib kelamiz-ku. Hisobda shlankisi bo'lmaydi. Mana. Shu tiqamiz. Bu o'rgatadi. Qanaqa qiladi? O'zi bu yoqda yotmaymiz. Ha, o'zi boydan ko'ra anavi gerilkada zo'r. Ha. Hajam katta propan, misol kichkina propan gaz ballonida bir lokmas bir 30 mot yopasiz. 30 mot qilib yopasiz. Obunachilaringizga aytdingizmi, u kim qiladi buni? Qayerda? Bundan aytib o'tdim. Sizga yoqish qoldi, bundan aytib o'tdim. Endi obunachilar menga yoqdi. Endi bu yoq kelgandan keyin shu tandirchi kelib chiqish bo'yicha meni bu yoq ustozlik qiladi. O'rganamiz, hammasi. To'g'ri. O'rganamiz. Mana o'sha videoda siz ham yopib ko'rasiz, men ham yopib ko'raman. Ha, yopib ko'ramiz. Giznelar bilan kelamiz. Keyin Mahmudjon yo'q payti keyin o'zimiz mustaqil yopib ko'ramiz. Haligi mardon somsasi oqib ketdi-ku. Somsani yopadi, tandirga, dalachada. Yopib ketdi. Somsasi, mardon somsiz oqyapti desam, qani deb turib, qo'lim tutib oldi-da, ichkari qaynayapti. Somsasi oqib ketib qo'limda qolibdi-da. Ana shunaqa. U xamirga ashishni bermagan-da. Ashisiga. Endi bunga ham endi mana ustasi boshlab bersa, sekin qolgan o'rganadi. Lekin biz stachka haqida yana bir mavzuga qaytaylik. Oldinga. Stachka qilmaganmiz. Lekin biz uklon qilganimiz yo'q, faqat shu kurayni ko'tarib tekizlab ketyapmiz. Tashlayapmiz, kurayni ko'tarib tekizlab ketyapmiz. Ana andamasi bor ekan-ku, po'kanglik. Ha. O'shana qiladigan bo'lmadi. Ko'kliklar qilinmaydi. Temirli bo'ladi. Temirliklar. Temirlikda bo'lmadi, sanchilib qo'yibdi shu. Bo'ladi. Bo'lmaganda. Uni minamdan urib qo'lga suv chiqadi. O'shani tay suvlamagan uchun suv qochib ketib qoldi obunachilar, o'rib qoldi. Keyin suv sepdik, endi xulosa ertaga. Biz sekin qilamiz. Suv sepsa, bitta narsa aytdi. Suv sepsa, ani semay o'ladi. Sekin o'lishni boshlaydi. Ha, to'g'rimi? Akamlar yuraverib sal bo'lsa-da o'rganib olganman. Tandir qulluq bo'lsin deganlarga rahmat. Xudo xolasa. Yopib ko'ramiz. Endi buni sekin ashaqa keyin ish kelganingizda olib o'tamiz. Ungacha To'g'ri. yomg'ir tushmaydigan joyga qo'yib qo'yamiz. Tushmaydigan joy, ustiga bir narsa qo'ysangiz. O'zidan kelganlarni o'zidan sekin olib o'tib u tomonga. Endi u tomonga hozir mangal bo'ldi, bu bo'ldi. Hamma yo'q bo'ldi. Hamma yo'q bo'ldi, spes bo'ldi, qumg'on bor. Sho'cha o'sha tomonga qilib qo'ysak. Nonni yopib va shashlik qiladiganimizni nonni yopib qo'yamiz. Siz aytgan haligi Bitta gerilka, bitta gezni olib kelaman. olib kelish. Chikech. Qanaqa non dedingiz? Ili yo'g'ida. Ili yo'g'ida non qilasiz, u non boshqalik. Yirib ketadi. Sira yeganmisizlar, kommentar yozib qo'yinglar obunachilar. Ili yo'g'ida tayyorlayli. Xamiri shuni tayyorlab mo'shal solinsa, keyincha ko'pib keladi. Ko'payadi. Keyinchi ko'payishini buzib O'qib mashinaga qo'yishdi. Haligi film ko'rganmizda, kim ko'rganmiz kommentar yozib qo'yinglar. Ketib qoladi. Ha? Hamma qiladigan, hamma keyin urmonchi kirib ketib, bo'g'irsoq, keyin bu narsaga erishib keladi. Ha? Ko'p ketadi. Jonni oqib ketib qoladi. Ha, mayli. Bolalarga shukur. Ha, obuna bo'lmalarga obuna bo'linglar. Xudo xolasa, yopish jarayonni albatta mana shu kanalda ko'rsatamiz. Boshqa kanallarga o'tib yotmaylar, mana shu kanalda bo'ladi. Sog' bo'ling.